Ko'pchilik umra safari narxi arzon bo'lsa, sharoiti yomon bo'lar ekan deb o'ylar ekan. Xudo xolasa shunaqa deb o'ylaydigan odamlar uchun alohida video tayyorlayapmiz. Bu videoda oxirigacha ko'rib tursalaring, shart-sharoitlari qanaqa bo'ladi, Hikmat Travel orqali borsalaring, to'lov masalalari qanaqa bo'ladi, gostinitsa oraliqlari qancha bo'ladi, xudo xolasa sizlarga to'liqroq ma'lumot yetkazib berishga harakat qilamiz. Videomiz oxirigacha ko'rib, bizda yangi bo'lsalaring obuna bo'lib, like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab tursalaring, xudo xolasa sizlar uchun zo'r narxlarda umra safariga borish uchun xudo xolasa paketlarni hammasini chiqarib o'tamiz. Videoda oxirigacha ko'rib tursalaring, Abdug'offor akadan to'liqroq ma'lumotni olib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, bizda ko'pchilik savol kelibdi. Umra paketining narxi arzon bo'lsa, sharoiti yomon bo'lar ekan deb o'ylar ekan. Ko'pchilik endi hamma ham emas, hammasi noto'g'ri bo'ladi-yu. Ko'pchilik shunaqa deb o'ylar ekan. Shular uchun bitta alohida tushuntirib bersiz aka, qanaqa bo'ladi bizda? Xo'p bo'ladi. O'zlaring uchun masalan mana sharoitlarimizni biroz aytib o'tamiz. Bir eshitib ko'ringlar. Eshitib ko'ramiz. Mana gostinitsalarimiz Madina Munavvarada 200-300 metr bo'ladi. 200 zo'r. Xo'p, Makka mukarramada 1 kilometr yoki 2 kilometr. Shu oralig'idagi qaysi gostinitsamiz bo'sh bo'lsa, o'sha yerga tushiladi. Xo'p, Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. 3 mahal, Xo'p, bundan tashqari Madina Munavvara ziyoratlari, Makka mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi. Xo'p, bundan tashqari, xo'p 50 bosh xizmati. 50 boshimiz iloji boricha aeroportdan birga borib, birga kelishadi. Zo'r. Bilmagan hamma narsalarni o'rgatishadi. Undan tashqari firma tomonidan kamzil beriladi, so'mka beriladi, bejik beriladi. Vizalarni ham qo'llariga chiqarib beramiz iloji boricha. Keyin qaytilayotganda xudo xolasa 5 litr zamzam suv bonus sifatida qo'shib beriladi. Xudo xolasa hamma ziyoratlar amalga oshiriladi, ham sayohat bo'ladi, ham ziyorat bo'ladi. Qizil dengiz ham bormi aka buning ichida? Xudo xolasa bor. Qizil dengiz. Borishganda yana 50 boshlar tushuntirib berishadi. Hammasini birma-bir o'zlari vaqti bilan olib kirishadi. Xudo xolasa gap yo'q, zo'r aka. Xo'p, to'lov masalalari qanaqa? Keyin narxlarni aytib o'tamizmi aka? Xo'p bo'ladi. To'lov masalalari, xo'p, to'lovlar xohlasa ofisga kelib to'lov qilishsin. Xohlasa onlayn, mana shu nomerlarda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Onlayn joylarni bron qilsa bo'laveradi. Bron qilsa bo'ladi. Gap yo'q. Qachonga endi reyslarimiz bor endi aka? Xo'p, reyslarimiz kunlari iyul-avgust oylariga reyslarimiz qo'yilgan. Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha iyul oyini kunlarini aytib o'tamiz. 13-iyul kuni bor, 16-iyul, 20, 23, 27, 30-iyul kunlari Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz kunlari qo'yilgan. Xo'p, buni narxini $995 qilib beramiz. $995 qilib beramiz. Xo'p, yo'q, men vodiydan boraman deydiganlar uchun vodiyda ham reyslar qo'yilgan avgust-iyul oyiga. Xo'p, buni kunlari iyul oyining chislolari 14-iyul, 17, 21, 24, 28, 31-iyul kunlari reyslarimiz qo'yilgan, xudo xolasa. Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha. Buning narxini $1025 qilib beramiz, xudo xolasa. $1025 qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqing. To'g'ridan-to'g'ri reys. Endi masalan bitta oiladan yoki o'rtoqlar ko'pchilik bo'lib boradiganlar uchun 4 kishidan oshiq bo'ladigan bo'lsalar, yana jindekkina chegirma qilib beramiz. Skidkalari bor, yana. Skidkalar qilib beramiz. Skidkalari bor. Menimcha to'liq ma'lumot berdi degan umiddamiz. Yana sizlarda qanaqadir video oralig'ida savol tug'ilgan bo'lsa, bemalol quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib, savollaringga javob olishlaring mumkin. Videoda qanaqadir kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Xudo xolasa keyingi videolarda yana ham to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bemalol quyidagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib sizlarga yana ma'lumotlarni berib o'tishadi. Videoda boshida aytib o'tganimizdek, Hikmat Travel litsenziyasiga ega bo'lgan kompaniyadan xudo xolasa umra safariga borishlaring mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha